Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan ahadisda aytadilar: Otam menga bir yordamchi olib berdilar. Yordamchi berganlaridan keyin menga aytdilar va men u kishiga aytdimki, mana shu yordamchi olib berganingizga Rasulullohni guvoh qiling. Xo'p dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldilariga sahobiy bordilar. Men bir o'g'limga yordamchi olib beryapman, ishlariga qarash uchun, unga yordam berishligi uchun. Xo'p, shunga siz guvoh bo'ling dedilar. Shunda Rasululloh nima dedilar? Boshqa farzandlaring ham bormi dedilar seni. U dediki, ha. Ularga ham yordamchi olib beryapsanmi? Rasululloh aytdilar, yo'q. Odam aytdiki, yo'q. Unda mendan boshqasini bu qilgan ishingga guvoh qil dedilar. Men senga guvoh bo'lmayman dedilar. Nimaga deyilganda, ota-onalar ham farzandlaridagi o'rtadagi munosabat, ne'mat bo'ladimi, fazilat bo'ladimi u, kiyim bo'ladimi, hatto payg'ambar sollallohu alayhi va sallam voliylikka qo'ymadilar. Kimni? Farzandlariga chiroyli mehr ko'rsatmagan odamni. Ulamolarimizning naqllarida, bundan oldingi buyuklarimizning naqllarida aytadilar: odam kichkina farzandiga mehr muhabbat ko'rsatib bitta o'psa, katta farzandi ham esidan chiqmasin, birodar. Demak, ular orasida ham muhabbat adolati bo'lishligi kerak. Nafaqat kiyimda, nafaqat mol va davlatdan, nafaqat ma'naviy jihatdan, muhabbat jihatidan ham adolatda bardavom bo'lishligi kerak ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizlarga tushuntiryaptilar.